anaqa короче bosh aylanadi. Ko'pincha bosh aylangandan keyin ko'ngil aynaydi, ko'ngil shu aylangandan keyin bosh aylangandan keyin birdaniga shu o'ng quloq sal og'riq bo'ladida, og'riqdan keyin sразу o'sha bosh aylanadi. boshlaganda birinchidan o'sha mana shu uy aylanib keladida. Reski o'tirishingiz kerak, yotishingiz kerak. Yo'q, o'tirishim kerak. Sразу o'tirishim kerakki, bukvalno ketib 1-2-3 sekundda sal o'ziga keladi, lekin bosh o'sha aylangandan keyin. 1 yildan beri shunday. Ha, işte 1 yildan. Harakatning bo'sh qo'yishga o'zingizda. Boş koyuyor. Boya bir 5 santimetre kanal farkındayım. 5 santimetre. Boya bir telefon oynayayım atlamda. En ucu olsun. Ve kaldırdı yine. Qancha turib yurinchi, qani yurganda yengillik his qilasizmi, qilyapsizmi? O'zimga shu sekinroq. Yengil bo'lgan. O'sha yengil bo'lib kirganda sal o'sha og'irroq edi bana. Hozir yengil. Hozir yengil bo'lib ketdi, ko'zlar ochib ketdi. Ko'zlar ochildi. Lekin shu quloqdagi shovqin edi bu. Quloqdagi shovqin bor. Bu shuda childaqdi. Og'riqmi, shovqinmi? Shovqin. Boya og'riq dedingiz. Yo'q, ana aylangan payti salgina og'riq o'sha xuddi bosim deyapti-da mana shu. Keyin ketib bir 3-4 minutdan keyin o'zi ketadi og'riq. Shu bosh asta-asta aylanib turadi. 2 soat, 3 soatdan keyin o'zi ketadi-da. Oyog'imni, belmi bu og'riydi dedingiz, qayeri og'riydi endi kelgan payt bor edimi og'riq? Yo'q, mana tiz og'rishiydi, tiz og'riq yo'q. Tiz og'rishiydi. Kelganda tizingizda og'riq bor edi. Hozir og'rishiydi. Men mashinadan tushganda o'sha visdan og'rishiydi-da. Hozir men o'zim aytib, yuragim og'riydi. Og'riq yo'q. Xuddi yengil bo'lganda.